Yumshoqqina og'zingizda eriydigan mazali bo'lgan bilinchikning retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Manda bilinchikni siri yo'q. Qachib ketma-ketlikda qilsangiz, albatta sizning ham bilinchiklaringiz ham shunaqangi teshik-teshik bo'lib, mazali yupqagina bo'lib tayyor bo'ladi. O'shda tuxumimizni yaxshilab ortidan issiqqina sutimizni qo'yib, yana yaxshilab aralashtirib, issiq suv va unimizni qo'shib, ketidan esa 5 osh qoshiq salat yog'imizni qo'shib aralashtirib, shunaqa strechilab 1 soatga dam oldirib qo'ying. Masalamiz qancha dam olsa, shunaqa teshik-teshik bo'lib zo'r bo'lib pishadi. Har bir pishgan bilinchigimizga sariyog' surtib, ustini shunaqa yopib qo'ysangiz, yumshoqqina mazali bo'lib turadi. Nachinkasiga esa kartoshka, go'sht, piyoz qovurib, ozgina suv bilan dimlab, kartoshkamizni esa kartoshka ezidiganda ezib, shunaqa pure holatga keltirib, bilinchikimizni ichiga o'rab olamiz. Bu usulda qilsangiz shunaqangi mazali sochli bo'lib chiqadiki, bilinchiklaringiz. Ayniqsa qaynotangizga bu yumshoqqina bo'lgan mazali bilinchiklaringiz yoqadi. Duolarni olasiz. Ramazon challenge'imizning 20